2019-yilda ishlab chiqarilgan. Ikkita detaldami? Ikkita detalda petnosi bor deb aytib o'tilyapti. Qolgan joylari top-toza. 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Pozitsiyasi ikkinchi pozitsiyadagi Cobalt avtomobilimiz. Do'stlar. Hop, yurgani 195.782 kilometr bo'libdi. Aytib o'tganimdek pozitsiyasi 2. O'rindiqlariga chexollar tashlangan, ko'ringlar yo'q ekan. Gazi bormi buni? Gazlar o'rnatib qo'yilgan deyapti. Balonlari almashtirishga kelib qolibdi lekin. Texnik holatida ish yo'qmi aka buni? Texnik holatida ish yo'qmi? Puli nechmi deyapsiz? 8800 deyapmiz. Hech o't beramiz. 8800 kami bor. Bozor so'ramadimi? Bo'lyapti. Qo'l qisgani qancha bo'ldi? 8300 ga bermaydi. 8300. Telefon raqamingizni aytaylik. 94 104 0035 raqamlariga aloqa chiqasizlar do'stlar. Texnik holatida ish yo'q deb aytib o'tiryapti, lekin balon to'rtta balonni almashtiradigan bo'lib qolibdi. Xo'p. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamiga telefon qilib, albatta talashib, tortishib olishinglar mumkin. Motor holatini ko'rsatib qo'yaman. Motor holatining ko'rinishlari, gazlar qo'yib qo'yilgan ekan, metan. 2019-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobilimiz do'stlar. Bitta detalda orqa eshik bilan sapachoyda kraskasi bor, qolgan joylari top-toza deb aytib o'tilyapti. Avtomobilimizda to'rtta yumshoq balonlari bor. Tonirovka ruxsatnomasi bormi? Do'stlar, deyarli 1 yil 11 oy ruxsatnomasi bor deb aytib o'tilyapti. Pozitsiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, avtomat ekan, lekin orqa tomoni rushnoy Euro avtomat deyiladi. Nima deyiladi? Bilganlar kommentariy yozib yuboringlar. Monitorlar qo'yib qo'yilgan ekan. Chexollari bor, ko'ringlari ham bor ekan. Avtomobilimizni shumkalari ham qilib qo'yilgan ekan. Orqa tomondan ko'rinishlari. Mana shu eshikda kraskasi bor deb aytyapti. Bunaqasi bilan, karniz bilan. Qolgan joylari, karniz emas, sapachoylar ishlaydi. Qolgan joyi toza. Men ko'rsatganim yo'q, shu joylarini bilib oldim deyapti. Albatta, olishdan oldin bir qator ko'rsatib tekshirib olasizlar. Yurib o'tgani 177.040 kilometr bo'libdi. Puli nech pul deyapsiz buni? 9800 kami bor. Jindepinda o'tib beramiz. 9800 dollar kami bor deb aytyapti. 11 oy tonirovka ruxsatnomasi, to'rtta yumshoq baloni, shumkasi, gaz balonlari qo'yib qo'yilgan. Telefon raqami aytaylik. 95lik. 95lik 158 87 77. 158 87 77 raqamlariga aloqaga chiqasizlar do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 2025-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza, bor yo'q 40.000 kilometr yurgan, to'rtta yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan Cobalt avtomobilimiz do'stlar. Gazichi gazi. Gazlar qo'yib qo'yilgan. Propan qo'yilgan. 65 talik pokoleniya propan gaz balonlar qo'yib qo'yilgan. ABS konditsioner hamma yo'q joyda. Texnik holatida. Zo'r. Texnik holatida ish yo'q, ha? Pulini nech bilyapsiz? 12650. 12650. Kamichi? Ustida kelishamiz. Tushunarli. Telefon raqami aytaylik. 88lik. 88lik 012 012 0904. 0904. Adashmasam tonirovkalari ham bor ekan, ruxsatnomasi bor 8 oy. 8 oy ruxsatnomalari bor ekan. Do'stlar, pozitsiyamiz to'g'ri avtomatidan ekan do'stlar. Mashinamiz yaxshi zo'r saqlangan ekan, chiroyli qarab minilgan ekan. Даже lilonlar ham qilinmagan ekan. Chexollari bor. Chexol yo'q, ko'ringlari bor. Oberaman chexolini ham. Olib berasizmi? Chexoli ham bor. Chexoli ham bor, olib beraman deb aytib o'tyapti akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamlariga aloqaga chiqasiz. Dehqonchilikmi, tirikchilikmi aka? Tirikchilik. Tirikchilikmi? Mashinamizni orqa tomondan bir qator ko'rsatib beraman. Xo'p. Tabletka balonlar qo'yib qo'ygan ekan. Kapsula deyman, tabletka deyman, kapsula. Xo'p, aka-ukalar, navbatdagi Cobalt avtomobilimiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi top-toza dehqon akamizning mashinasi.
Diskalar qo'yib qo'yilgan ekan, yumshoq balonlar bilan. Holat qanaqa ekan? Xo'p, mana ko'rib, o'zingizlar baho berib turasizlar. Yurib o'tgani 253.914 kilometr. Pozitsiyamiz 2, chexollari, rollari, monitorlari qo'yib qo'yilgan ekan. Shumkalar ham qilib qo'yilgan ekan. Gazimiz metan, propanmi? Metan gaz balonlar qo'yib qo'yilgan. Pulni necha pul deyapsiz? 9,5 deyapmiz, beramiz. 9,5. Bozor so'radimi? So'rayapti. Qancha bermadingiz? Endi har xil endi. Baraka yaqinroq qo'yinglar aka. Qancha bo'lsa berib yuboraman deb. 92 atrofida va yurib bo'lsa. 9200 atrof deyapsizmi? 9 pastda gaplashmaysizmi? Chiqib ketishmagan naq bo'lsa. Tushunarli akalar, eshitilaring. 9000 ni pastida gaplashmaymizmi desam, o'ylanib, qani telefon qilishaversinchi gaplashamiz deb. Telefon raqamini aytaylik. 94 bilan 695 695 99 99 04 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Dehqon akamizning mashinasi. Orqa tomondan ko'rinishlari. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamlariga aloqaga chiqasizlar. 2020-yilda ishlab chiqarilgan 167 ming yurgan ekan do'stlar. Avtomat 4-pozitsiyasidan ekan. Xo'p, benzin, metani bor ekan. Xo'p. Petnosi bor deb aytib o'tilyapti. Egalaridan so'rab qo'yamiz. Qayerlarda petnosi bor, qayerlarda yo'q. Mana do'stlar, salon holatdan ko'rinishlari. Voy. Metan gaz balonlar qo'yilgan. Bagaj holatlari. Mana shu yerda kapotning yuzida petnosi bor, qolgan joylari top-toza deb aytib o'tilyapti. Sharxonda mashinasi aka. Mashina Sharxondagi ekan, eshitilaring. Xo'p. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, $9700 kami bor aka. Ozroq kami bor deyapti akamiz. Dehqonchilik, tirikchilikmi aka? Tirikchilik deyapti akamiz ekan. Telefon raqamlarini aytaman. 88lik 007 88lik 007 1074 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. O'tkazib olish sharti bilanmi aka? Gen chiqmas ekan, faqat o'tkazib olish sharti bilan sotilar ekan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Xo'p, Cobalt'larda davom etamiz. Navbatdagi Cobalt avtomobilimiz 2023 ikkita detalli rixtovkasi bor. Kapotda deyilyapti, bagajda deyilyapti. Qolgan joylari toza, kraska tegmagan. Kraska tegmagan, rixtovkasi kraskaga kirmaydi. To'rtta yumshoq balonlari bor. Avtomobilimiz 4-pozitsiyada, avtomatidan. Monitorlar qo'yib qo'yilgan, rollar qo'yib qo'yilgan ekan. Chexol yo'q, kovrigi ham yo'q. Gazi bormi aka buni? Gazi metan. Metan gaz balonlari bor. Pulini necha pul deyapsizlar? Taqalgan 11400 beramiz hozir. 11400 deyishyapti akalar. Mana gaplashamiz. 508.000 11 kilometr yuribdi. Telefon raqami aytaylik. 90lik 385 385 77 78. 77 78 100 so'm 200 so'm kam bormi aka buni? Taqalgan. Oxirimi? Bundan kami yo'q. Kami yo'q. Do'stlar, eshitilaring ma'lumotlarni. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Gench qo'radi. Gench qo'rar ekan, hujjatlari bitirar ekan. Xohlasanglar nominglar olasizlar, xohlasanglar generalni qilasizlar. Nomiga o'tkazish ham taxminan 6,5 million, 6,8 ming bo'lyapti. 2025-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobilimiz Midnight'dan yurgani 7600 km deb aytib o'tilyapti. Bir dona detalida petnosi bor, qolgan joylari top-toza deb aytib o'tilyapti aka. 4-pozitsiya. Propan gaz balonlari qo'yib qo'yilgan ekan. Chiroyli chexollar ham tashab qo'yilgan. Oh. Mana 7635 km avtomatidan. Chehollari bor, kovriklari bor. Propan gaz balonlari ham bor. To'rtta yumshoq baloniga qarab, ko'rib baho berib qo'yasizlar. Bagaj holatdan ko'rinishlari. Aka-ukalar, qisqasi mana shu mashinamizni narxini aytsam, variantga sotaman deyapti akamiz. $13,500 narx aytyapti. $7,000 puli borga 1 yilga andijonliklar uchun faqat bo'lib to'lashga beraman deyapti. Akamizning telefon raqamlarini aytaman, aloqaga chiqib, yana bir qator gaplashib, detalni so'rab surishtirib olasizlar. 90lik bilan 210 93 77 raqamlariga aloqaga chiqasizlar do'stlar, lekin mashinaning holati zo'r. Mana ko'rib turibsizlar. Salonlari ham chizilib, qirilib ketmagan. Chehollari, kovriklari yaxshi chiroylisidan tashlab qo'yilgan.
olib rasxod qilib o'tirish shart emas. To'rtta yumshoq balonlari bor ekan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aytilgan telefon raqamlarga aloqa chiqarsizlar.